Hürmetli vatandaşım, leksiyemizi davamlaştırımız. Amerika Janubi Denizde davr kılgan aldı Irak turab, uruş kılmakçı. Mavzuluk makale 5. ayının 23. günü Dobit orbiti ilan kılındı. Abdur Dingdong makale mındak başlandı. Xuddi 30 yıl burunqi okşaş. Amerika-Jungo münasibeti asta-asta normallaşqandek. Tünügün dərəcədən taşqırı çoğ dövlət Amerika, yəni bir kompartiya rəhbərligidəki dövlət bilən umumi yüzlük inaqlıqni işğə aşırdı. Bu dövlət coğrafi orni Şərqə Cənubi Asiyaga joylashqan. Strategik orni intayin mühim Vyetnam degan dövlət idi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Vyetnamning yangi tayinlangan raisi Ching Da-Guang bilan ko'rishgandan keyin mundaq Jakarta dedi. 50 yil davomlashgan harbiy qurol-yarog' embargo siyosati butunlay bekor qilindi. Bu xil embargo siyosati huquq munosabatlar urushi va Vyetnam urushi mezgilida keyin Prezident Reagan hukumati davrida butunlay embargo qilish rasmiy yo'lga qo'yilgan edi. Jamoat fikri, jumladan Amerika siyosat sohasidagilarni o'z ishiga olgan holda mundaq ko'rsatdi. Bu orqali Amerika Jungoga signal tarqatdi. Amerika Jungoning Janubiy dengizdagi harakatiga har doim diqqat qilib o'tadi. Endi aktiv harakat qilib burayinga kirdi deydigan signalni tarqatdi. Amerika aktiv harakat qilib burayinga kirdi deydigan signalni tarqatdi. Prezident Obamaning Vyetnamni ziyorat qilishi Amerikaning Osiyoga qaytib kelish strategiyasining eng ro'shan natijasi hisoblandi. Eng dalillik bo'lsa, eng ro'shan natijasi hisoblandi. Vyetnam Şərqə Cənubi Asiya dövlətləri içində hərbi cəhətdə güclü dövlət idi. Bo'libmi, coğrafiyaviy o'rni intayin muhim idi. Amerika Osiyoda bir ish qilmoqchi bo'lsa, Jungoga qarshi unumli so'q munosabatlar urushi elib bormoqchi bo'lsa, Vyetnamdan foydalanib, Vyetnamni Jungo bilan to'g'ridan-to'g'ri elishadigan davlatga aylantirib, o'xshashla Amerika armiyasining tez harakat qilishi uchun yaxshi bir port bilan ta'minlash kerak edi. Vyetnam uzun yillardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy qurol-yarog' embargo siyosatini bekor qilishga haydakchilik qilgan va bekor qilishni ikki davlat munosabatini normallashtirishning orqaliq omili deb qaragan. Zor bexatarlik masalalarida Amerika bilan Vyetnam bir-biriga kerak edi. Vyetnam qudratlik Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining Vyetnamning Jungo bilan elishishi jarayonida Vyetnamga orqarak bo'lishini umid qiladi. Balki Jungoga iqtisodiy jihatda biqinib qilishdan o'zini qochiratdi. Territoriya butunligini o'z ichiga olgan holda davlat mudofaasi unumli qo'g'dashni umid qiladi. Bosh ko'rsatgandek, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa, Sharqqa Janubiy Osiyoda Jungoga taqobil turg'udek strategik bazaga ehtiyojli edi. Jungo Janubiy dengizda Aral hada tashlarni yasab, burayinni harbiyleştirgan kundan başlap Amerika Jungoning bosh ko'tarishiga umumyuzlik astoydil muomala qilib, texnika qo'yoq ilgirlagan holda diplomatik va bexatarlik siyosati yurgizib, diplomatik siyosatning va harbiy ishlarning eg'irlik nuqtasini Osiyo Tinch okean rayoniga yetkazgan.